Assalomu alaykum. Bugungi dasturimiz Excel dasturida bo'ladi endi. Ya'ni sizlar bilan Excel dasturini qanday ishga tushirish, Excelda qanday vazifalar bajarishimiz mumkin. Mana shularni demak ko'rib chiqamiz. Bo'lsa boshladik. Birinchi o'rinda Excel dasturini ishga tushirib olishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Albatta, bir necha xil usullari bor edi. Men sizlarga boshida o'rgatgan usullardan bittasini qo'llaymiz. Buning uchun push tugmasini bilamiz yoki win tugmasi bo'lishi mumkin sizlarda. Mana Ctrl bilan Ctrl bilan Alt tugmasini o'rtasida joylashgan tugma. O'sha tugmani bosib, R tugmasini bosamiz, ya'ni Ctrl R, mana R. Va bu yerda Выполнить oynasi chiqadi. Mana shu Выполнить oynasini o'chirib tashlab, Excel deb yozamiz. Excel dasturini ishga tushirishni boshladik mana. Xo'p, Excel dasturini ishga tushirganimizda mana bu yerda masalan последний oldin qilgan fayllarimiz bo'ladi. Har doim sizda mana bu belgi chiqqan bo'lishligi mumkin. Ya'ni mana bunday master aktivatsiya Microsoft Office bunga zakrit qilishimiz mumkin. Bu yerda esa shablonlar bor. Mana shu shablonlardan foydalangan holatda biz Excel dasturida demak o'zimizda jadvallarimizni yaratishimiz mumkin ekan. Demak kirdik. Pustaya kniga mana. Kniga Excelda oynasiga kirib oldik, dasturning oynasiga. Excelda asosan o'sha yaratgan faylimiz kniga nomi bilan, ya'ni kitobcha nomi bilan saqlanadi va ishlayotgan mana bu sarlavhamiz esa list deb ataladi, ya'ni listlar bilan ishlaymiz endi. Excel dasturini menyulari ham xuddi Word kabi bir xil, ya'ni Word, PowerPoint, Excel, Access va boshqa Office dasturlarini o'zi demak nimasi qolipi bir xil, faqat bajaradigan funksiyalari har xil ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda yana menyularimiz bor. Mana fayl, главный menyu, выставка, разметка страница, formula, данные, рецензионный вид kabi va har bir menyuni o'zining uskunalar paneli mavjud mana. Bu yerda endi qo'shimcha uskunalar paneli ham qo'shilgan, ya'ni Excel dasturi bo'lganligi uchun. Va keyingi qismimizda A1 bu katakcha nomi, mana bu katakchalarimiz bor. Har bir katakchani o'zining nimasi ismi bo'lar ekan. Mana E10. Mana bu katakchani bo'lsa L11 masalan, bu katakchani bo'lsa F18. Bu katakcha K7 masalan, B9 masalan, B18. Mana shunday ko'rinishda demak har bir katakchaning o'zining nimasi bor ekan, ismi bor ekan. Va bu yerga formulalar yozishimiz mumkin. Endi Excelda mana ishchi maydon, mana shu maydonimiz ishchi maydon hisoblanadi. Nimamiz bo'lmayapti mana. Xo'p. Mana shu ishchi maydonimizda demak nimasi bor? O'zining qismi bor ishlaydigan, ya'ni ustunlar va qatorlardan tashkil topgan. Qatorlar mana tartib sonlar bilan belgilangan, ustunlar esa harflar bilan. Mana shu harflar mana bunday ketaveradi. Mana bu yerdan siljitib pastga, tepaga siljitib olishimiz demak nima ekan? Mumkin ekan mana. Tepaga, pastga, yonga, chapga degandek mana shu yerdan siljitib olsak bo'ladi. Va pastki qismimizdan list va plus belgisi, bu yerda yana yangi list qo'shsangiz bo'ladi. Mana list 2, list 3, list 4, mana o'zingizga nechta list kerak bo'lsa bu yerdan qilib olsangiz bo'ladi. Ya'ni oylik hisobotlaringizni yozmoqchi bo'lsangiz, iyun, iyul, avgust, sentyabr deb bu yerga ismlarni o'zgartirib ketaverasiz. Va pastki qismda sarlavha satri mana bu qism bor. Bu обычный holatda hozir turibdi. Biz uni list holatiga ham o'tkazsangiz bo'ladi. Mana bunday. Ya'ni listda qanday ko'rinishligini bu yerdan demak nima qilib olsak bo'lar ekan? Ko'rib olsak bo'lar ekan. Keyingi nima esa bu bunaqa holat bo'ladi. Bu salgina murakkabroq jarayon. Bunda ishlamagingiz yaxshi. Yo bunda agar biror jadval qilayotgan bo'lsangiz va uni qog'ozda chiqarmoqchi bo'lsangiz bunda ishlagingiz yoki обычный holatda. Endi mana bu plus minus belgisini bilsalaringiz kerak. Plus bu ekranni yaqinlashtiradi. Minus esa ekranimizni nima qiladi? Uzoqlashtirish uchun demak biz qo'llab ketar ekanmiz. Mana. Xo'p, endi mana bu listlar bilan ishlaymiz. Xo'sh, list bo'limida o'zi nimalarga ahamiyat bersak bo'ladi? Asosan 70 ekan, bu 100 tursin. Standart ko'rinishda turadi. Masshtabni 100 ko'rinishga o'tkazib qo'ydik. List 1, list 2, list 3, list 4. Masalan, list 1. Masalan, buni ismini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana shu list 1 ustiga sichqonchaning chap tugmasini
2 marta bosamiz va o'chirib tashlaymiz. Mana birinchi dars deb kiritamiz. Birinchi dars. Mana list 2 marta bosib, ikkinchi dars. Xuddi shunday. Yoki mana olib kelasiz. Sichqonchani o'ng tugmasini bosgan holatda mana выставить, удалить qilib tashlashingiz mumkin. Переименовать, ismini o'zgartirishingiz mumkin. Переместить, скопировать. Mana shu birinchi darsdan nusxa olishimiz mumkin yoki perimiz boshqa joyga ko'chirishimiz mumkin. Защита listi o'sha xavfsizligini ta'minlashimiz. Svet yarlichka bu, demak mana bunaqa rang berib qo'yishimiz mumkin mana. Mana shunday ranglar bilan o'tkazib qo'ysak bo'ladi. Kirib, masalan, secret qilib qo'ysak bo'ladi, yashirib qo'ysak bo'ladi mana. Birinchi dars yo'qoldi. Bu ikkinchi darsda demak nima qilishimiz mumkin? Sichqonchani показать qilib, mana birinchi darsni yana avvalgi holatiga qaytarib qo'yishimiz mumkin ekan mana. Endi bu katakchalarga biz yozishimiz mumkin. Sonlar, masalan, harflar, mana salom deb yozishimiz mumkin. Mana shunday ko'rinishda demak matnlarni yozib, ularga ishlov berishimiz mumkin. Ketdi mana. Verizat nima qilardi? Mana glavniy menyusidan boshlaymiz. Verizat demak kesib oladi. Ctrl X mana. Verizat qildim, kesib oldim va mana bu yerga joylashtirmoqchiman. Buning uchun выставить qilaman. Выставить, Ctrl V mana. Buni nusxasini olmoqchiman. Kopировать, Ctrl S mana. Klaviaturada Ctrl S. Kopировать nusxasini oldim va bu yerga выставить qildim. Mana nusxasini ko'chirdim. Endi shriftini o'zgartirsak bo'ladi mana shu nimani. Qanday? Mana belgilab, mana kalibr, mana shrift razmeri. Mana yozuvimiz ko'rinishi. Mana bu matnni salgina bu yoqqa Ctrl S qilaylik. Mana Ctrl V. Mana bu yerdan shrift turlarini tanlayman. Mana buni o'zgartiraman yoki umumiy maydonni qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha maydonni belgilab olishingiz kerak bo'ladi. Mana shunday belgilab, mana shu maydonni umumiy shriftini, yozuvlarini, ko'rinishlarini o'zgartirsak bo'ladi. Masalan, Berlin Sans qilamiz. Razmerini kattalashtirib, kichiklashtiramiz. 14 bo'lsin. Mana bu ham bilamiz nima edi? Razmerni kattalashtirish, shrift razmerini kattalashtirish, shrift razmerini kichiklashtirishimiz mumkin. Mana shrift razmerini kichiklashtirishimiz. Jирный matnga o'sha qalinlik berishimiz, kursiv qiyalik berishimiz mumkin. Mana bu joyda o'zgarib boraveradi. Bu yog'ini o'zingiz demak ko'rsangiz bo'ladi, подчеркнутыйni qanday sinashliklarini. Bu demak border beradi, ya'ni mana bu katakcha, ko'rib turgan katakchamiz pechatga berganimizda bizga ko'rinmaydi. Shuning uchun unga albatta border berishimiz kerak, ya'ni granitsa, chegara berishimiz kerak. Vse granitsani tanlaymiz mana. Chegara bo'ladi. Hozir men pechatga bersam, mana shu chegara qismidagi ko'rinish demak paydo bo'lar ekan. Keyin mana bu rang, masalan, katakchani rangini o'zgartirish mana. Sariq katakcha qilsangiz, ko'kroq, mana yashilroq ko'rinishdagi katakcha qilishingiz mumkin. Qizil mana rangini almashtirsangiz bo'ladi. Mana bunday ko'rinishda qizil, mana bunday sariq yoki yashil, ko'k, binafsha rang ko'rinishlarda yashirib almashtirsangiz bo'ladi. Keyin bu sahifa chegaralar, masalan, markazda tursin, markazda bo'lsin mana. Mana shunday ikkita markazda, pastdan tepada, mana bu tepa, markaz past bo'ladigan bo'lsa, bu chap, markaz o'ng. Mana sahifani chegaralab beradi. Masalan, mana bu yozuvimizda mana sig'mayapti, mana shu katakchaga sig'mayaptimi? Mana F va G harflar o'rtasidagi sichqoncha olib boramiz. Ikki tomonga ketgan strelka paydo bo'ladi. Sichqonchaning chap tugmasini bosib turib tortamiz buni. Mana. Demak, nima qildi? Mana bu maydon kattalashdi. Endi qator, masalan, pastroq bo'lsin. Mana 15 va 16-qatorlar orasini kattalashtirib oladigan bo'lsak, mana qator bo'yicha mana kattalashdi. Endi buni salgina yaqinlashtiramiz. Mana salom degan so'zimiz. Xo'p, mana AB degan perimetrimiz bor. Bu nima qiladi? Bu matnni burib beradi. Masalan, pastdan tepaga. Mana. Tepadan pastga bo'ldi, yuqoridan pastga bo'ldi. Pastdan yuqoriga bo'ldi. Bu yerdan ham strelka orqali demak to'g'rilasak bo'ladi. Mana gorizontal ko'rinishda bo'lsin, mana ok tugmasi gorizontal ko'rinishda joylashdi. Перенос tekst, masalan, salom, ikkita matn yozilsin. Salom demak nima deymiz? O'zbekiston. Salom O'zbekiston degan yozuvni yozdik.
Bu yerda masalan salom degan so'zimiz tepada, O'zbekiston degan so'zi pastda bo'lmoqchi bo'lsa, перенос tekstni bosamiz. Hozir bu maydon sal kattaroq, shuning uchun maydonni kichraytiramiz. Mana salom O'zbekiston, mana avtomatik mana shu bo'ladi. Agar перенос yoqilmasa, mana salom O'zbekiston, ya'ni O'zbekiston degan yozuv keyingi nimaga o'tib qoladi. Agar переносni yoqib qo'ysangiz, mana bunday jamlanib turadi. Endi объединить bor. Объединить nima? Masalan, mana bu yerda 12 deb nima qiladigan bo'lsak, mana shu salom bilan 12 ikkalasini birlashtirmoqchi, ya'ni kataklarni birlashtirmoqchini belgilaysiz. Объединить поместить center mana bosamiz. Demak nima bo'ldi? Bu maydonlarimiz mana birlashdi. Mana shunday ko'rinishda birlashib nima qiladi. Yoki pastroqqa yana mana qatorlarni nima qilmoqchisiz? Mana belgilaysiz katakchalarni объединить mana birlashtiradi. Ortga qaytarmoqchi bo'lsangiz, bu yerga kirib отменить объединить ячейкini bosadigan bo'lsangiz, avvalgi joyiga qaytadi. Bu ham shunday. Qaysi ekan? Отменить объединить ячейки. Mana shunday ko'rinishda yasab olsak bo'lar ekan. Demak, katakchalarimizni katta kichikligi, ranglar berish bu yerdan ko'rib oldik. Demak, перенос bilan объединить ham nima qildik. Endi bu yerda matnlar bor. Masalan, общий bu umumiy ko'rinish. Masalan, yozuvingizda mana 12 soni bo'lsa, mana bu yerga yozadigan bo'lsak, 12 soni. Mana shu 12 sonimizda umumiy ko'rinishini bu yerdan nima qilsak bo'lar ekan? O'zgartirsak bo'lar ekan. Qanday? Masalan, soat ko'rinishiga o'tkazishimiz mumkin. 12:00 mana. Денежный pul birligiga, числовой son, число mana, процентdan dropni, процент mana har xil ko'rinishlarga tekstoviy variantga o'tkazib olsak bo'ladi. Hozircha общийda. Uni ostida ham mana pul birligi, masalan, ruskiy rubl qo'shsak bo'ladi yoki yevro masalan. Masalan, sum qo'shmoqchi bo'lsangiz, mana другие финансование formatga o'tasiz va bu yerda mana обозначение degan qism bor. Mana shu yerda demak sumni tanlashingiz kerak. Juda pastroqqa tushishimiz kerak uning uchun. Hozir mana tanlab ko'ramiz. Sum o'zbekcha, latincha o'qitib bossak mana 12 sum mana ko'rsalaringiz bo'ladi. Keyingi son 12, masalan bu nima qiladi? Bu prosentni foiz belgisi, ya'ni 12 ni foiz, ya'ni 100 ga ko'paytirib 1200% deb chiqardi. Agar birinchi bu foiz belgisini tanlab keyin son yozsangiz, o'sha 12% ni o'zini chiqarib beradi masalan. Ikkisini ham qo'shib qo'yaylik. Mana 12% o'zini chiqib qoladi. Keyin 0 qo'shib beradi. Mana 12 soni bo'ladigan bo'lsa, mana shu 12 soniga masalan 0 qo'shmoqchimiz mana. 12 chiziqcha 2 ta 0. Ya'ni o'sha har bir sonimizda mana bu sonimizda ham orqa qismida demak nollar bor, faqat bizga kerak bo'lmaganligi uchun u nollarni yozmaymiz. Shuning uchun bu yerda 0 qo'shib bersak bo'ladi. Keyin birorta son yozsak, masalan 12 butun 3 4 5 7 8 mana son yozadigan bo'lsak, buni yaxlitlash qismi bor. O'ngga va chapga qarab yaxlitlaydi. Masalan, mana bu matnda o'sha o'ngga qarab yaxlitlab ketaveradi. Ya'ni agarda mana endigi qism mana bu o'ng tarafga qarab ketadi, ya'ni mana 87 bo'ldi-ku, o'sha 7 dan keyin 0 qo'yib berdi, ya'ni yaxlitlab berdi. Bunisi esa chapga qarab yaxlitlab keladi. Mana asosan 12 soni, mana bu 3 soni katta bo'lmaganligi uchun asosan 12 ga yaqin, shuning uchun 12.3 ni o'zini qoldirib ketdi bu yerda. Yana bu yerda ko'radigan bo'limlarimiz bor. Mana usloviya, bularni hali o'tamiz darslar davomida, hozircha kerak emas. Bu tablisalar, ya'ni jadvallar, tayyor jadvallar yasab olishingiz mumkin. Mana belgilab ok tugmasini bossak, bizga tayyor jadval qilib beradi. Yana mana bu ranglar qilsangiz bo'ladi. Mana shu katakchalarda belgilab, mana bu yerdan ranglar, mana har xil ko'rinishda ranglar bor. O'zingizga mos ranglarni tanlab, mana foizgacha bor. 20%lik, 40%, 60%lik ranglar ham bor. Bundan foydalansangiz bo'ladi. Keyin выставить qilsak bo'ladi. Bu выставить yacheyki bu nima qiladi? O'sha yacheyka qo'shadi. Masalan, mana bu yacheyka bo'ladigan bo'lsa 1, 2, mana 3 mana. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qator bo'ladigan bo'lsa выставить. Bu yacheyka mana shu 3 ta yuqorisidan yangi yacheyka qo'shish mana. Mana bu yerdan orasidan yangi yacheyka qo'shdik. Ustun qo'shsak bo'ladi mana. Выставить stolpis ustun qo'shsak bo'ladi mana. Bu yerdan mana yonidan yangi ustun qo'shildi.
udalet qilib tashlash, masalan, mana shu ustunda udalet qilmoqchisiz, kelasiz, mana udalet. Katakchani o'zini udalet qilsangiz bo'ladi yoki qatorni ustunda полный udalet list, mana shu listni udalet qilib tashlasak bo'ladi. Format bor, endi bu eni va bo'yi, katakchalarning eni va bo'ylarini o'zgartirsak bo'ladi. Masalan, visota razmeri eni necha bo'lsin? 25 bo'lsin. Ok, mana 25. Katakchani eni, mana bu bo'yi 25 bo'ldi. Endi eni shirina, mana eni necha bo'lsin? Mana 12 bo'lsin. 0,2 bo'lib qoldi. 12 bo'lsin. Okni bosamiz mana. 12 sm eni, bo'yi 15 santimetrlik bo'ldi. Endi bo'yi salgina farq qiladi. Shunday. Avtosumma bu yoqdagi qismlar keyingi mavzularga qoladi. Sortirovka bu o'sha sortirovka qilib beradi. Sonlar masalan katta kichikligi bo'yicha mana 1 2 3 bo'ladigan bo'lsa, masalan sortirovka A dan Y-gacha mana 1 2 3 holatda bo'ldi yoki teskarisi mana 3 2 1 holatiga o'tkazib beradi. Night'ni bilamiz, nima edi? Night bu qidiruv tizimi. Night bor, zaminit bor. Bu yerda ham ko'p formulalar bor. Bularda ham o'zimizga kerakli Night va zaminitdan foydalanib ko'rsak bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa Excel dasturida umumiy kirish qismi bilan ko'rishdik. Endi o'sha Excel fayldagi qilgan mana shu ishlarimizni saqlab qo'yishimiz kerak. Buning uchun fayl menyusiga kirib, bu yerdan saqlanit yoki saqlanit kakni tanlaymiz. Qayerga saqlanit qilish? Etod kompyuterni belgilab, mana bu yerda o'chiramiz. Masalan, birinchi dars deb, demak Excel'dagi o'sha darsimizda nima qilib qo'yishimiz mumkin? Saqlab qo'yishimiz mumkin ekan mana. Umumiy holatda o'sha Excel'dagi darsimizda nima qildik? Saqlab oldik. Xo'p, bo'lsa keyingi darsda demak Excel dasturining davomiy menyularini ko'rib chiqamiz, formulalari bilan ishlaymiz, hali sizlar bilan vistavka, rasmlar qanday joylash, diagrammalar chizib ko'ramiz. Maktabdagi o'sha qiyin matematik misollaringizni diagramma orqali oson ko'rinishini yasab olsak bo'ladi. Bo'lsa, keyingi darsgacha ko'rishguncha